Fısıh haftaligi deyiladi. O'shaning uchun mavzu ham bugun shu Fısıh bayrami haqida. Demak, Luqonning xushxabarini ochib, bitta parchaga e'tibor qaratamiz. Shu yerda Iso Masihni o'zi qanday Fısıh bayramini nishonlagani haqida yozilgan. Umuman Fısıh bayrami bu Iso Masihni xotirlash bilan bog'liq. Shuning uchun kelinglar, oldin mana shu parchani birga o'qisak. Luqonning xushxabari 22-bob 7-oyatdan 20-oyatgacha. Xamir turishsiz non yeyiladigan va qurbonlik qo'zi so'yiladigan Fısıh bayramining qutlug' kuni keldi. Iso Butrus bilan Yuhannoni yuborib, boringlar, Fısıh bayrami taomini yeyishimiz uchun tayyorgarlik ko'ringlar dedi. Ular Isodan so'radi: qayerda tayyorlashimizni buyurasan? Iso ularga dedi: xo'sh, shaharga kirganingizda ko'zada suv ko'tarib ketayotgan bir odam uchraydi. Ortidan u kiradigan uyga ergashib kiring va uy egasiga shunday denglar: ustoz sendan shogirdlarim bilan Fısıh bayram taomini yeydigan xona qayerda deb so'rayotir. Shunda u sizga to'shalgan katta boloxonani ko'rsatadi. O'sha yerda hozirlik ko'ringlar. Shogirdlar borib, xuddi Isoning aytganini topdilar va Fısıh taomini tayyorlab qo'ydilar. Ziyofat vaqti yetgach, Iso 12 havoriy bilan birga dasturxon atrofida joy oldi va ularga dedi: men azob chekmasimdan avval bu Fısıh taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgandim. Sizlarga aytib qo'yay, bu taom Xudo shohligida to'la ma'nosini topmaguncha men uni boshqa yemayman. Keyin Iso kosani olib shukrona duosini aytib dedi: buni olinglar, o'zaro bo'lishinglar. Sizlarga aytib qo'yay, Xudoning shohligi amalga oshmaguncha men uzum ichkiligini boshqa ichmayman. So'ngra nonni oldi, shukrona duosini aytib sindirdi va shogirdlariga berib, bu sizlar uchun fido bo'layotgan mening tanamdir. Meni eslab turish uchun shunday qilinglar dedi. Ovqatlanib bo'lishgach, Iso yana bir bor kosani olib shunday dedi: bu kosa Xudo odamzod ila tuzgan yangi ahdni bildiradi. Bu ahd mening sizlar uchun to'kayotgan qonim evaziga kuchga kiradi. Amin. Demak, shu parchada biz aniq ko'rishimiz mumkinki, o'sha Fısıh taomini qanday tayyorlashgan, qanday qilib mana shu bayram o'tkazilgan. Umuman agar bu bayramni tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'sha Iso Masih tug'ilishidan oldin 1,5 ming yil oldin buni Xudo Isroil xalqi uchun joriy qilgan. Isroil xalqi Misrda qullikda bo'lgan paytda hammamiz eshitganmiz, o'qiganmiz bu tarixni, bu hikoyani bilamiz. Xudo Musoni yuborib, Isroil xalqini Misr qulligidan ozod qiladi. O'sha Firavn Isroil xalqini qo'yib yuborishni xohlamaydi. Keyin 10 ta jazo yoki balo deb ham yozilgan. Shuni Xudo Misr yurtiga yog'dirgandan keyin shu 10-jazo bu to'ng'ich o'lish kerak bo'ladi, odamlarni ham, hayvonlarni ham, butun Misr yurti bo'ylab. Shundan keyin Firavn ularni, Isroil xalqini Misrdan chiqib ketishiga rozi bo'ladi. Mana shu oxirgi kechada, ular Misrdan chiqadigan kechada Xudo Musoga aytib, butun Isroil xalqiga mana shu kunni bayram qilishni tayinlaydi-da. O'sha kuni, o'sha kecha ular bitta qo'zini olib so'yishlari, ya'ni bo'g'izlari kerak bo'ladi. Keyin uni qoni bilan eshiklarni, kesaklarni surtib, keyin o'sha qurbonlik qilib so'yilgan qo'zini go'shtini olovda pishirib ular yeyish kerak bo'ladi-da. Qisqasi,
mana shu payt o'sha kundan boshlab Isroil xalqiga Xudo har yili mana shu kunni bayram qilishni tayinlagan. Bu haqda biz Chiqish kitobida batafsil o'qishimiz mumkin-da. Umuman mana shu eski ahdda Xudo joriy qilgan, tayinlagan bayramlar, umuman hamma sodir bo'lgan hodisalar, o'sha Isroil xalqiga Xudo bergan qonun, mana ma'bad bilan bog'liq bo'lgan ko'p an'analar, rusumlar, bu hammasi nima desa bo'ladi? Mana o'zbek tilida timsol sifatida, mana ramz sifatida berilgan. Obraz deymiz, misol uchun. Mana buni Pavlus ham Korinfliklarga maktubda, 1-Korinfliklarga maktub 10-bobda aytib o'tadi-da. 1-Korinfliklarga maktub 10-bob 6-oyatda Pavlus 1-oyatdan o'sha ota bobolari haqida gapiradi, 6-oyatda aytadiki, ular bilan nimaiki sodir bo'lgan bo'lsa, bu ramz sifatida sodir bo'ldi. Mana yangi tarjimada shunday yozibdi, ibrat bo'ldi. Ya'ni biz uchun ibrat bu deb yozgan, lekin aslida bu nafaqat ibrat, bu faqat bir namuna yoki salbiy bo'lishi mumkin, bir narsadan o'rganishimiz mumkin, shunday qilmaslikda. Yoki bir ijobiy namuna bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu yerda nafaqat namuna, ibrat, balki bu yerda timsol deyish to'g'riroq bo'ladi-da, obraz. Ya'ni asli emas, bu o'shani soyasi yoki o'shani belgisi, o'shanga ishora, asliga ishora deb tushunishi mumkin-da, obrazni. Shuning uchun mana shu bayram ham Fisq qurbonligini so'yilishi, o'sha qon, misol uchun qonni aynan kesakiga surkalishi, bu hammasi ishora bo'lganda, belgi bo'lgan. Asli haqiqiysi mana endi mana hozir biz o'qigan parchada biz ko'ryapmiz, Iso Masih buni o'zini shogirdlariga tushuntiryapti-da, mana shu Fisq bayramini ma'nosini, o'sha Fisq qurbonligini haqiqiy o'sha amalga oshirish uchun Iso Masih endi tayyor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi mana ozgina shu haqda aytmoqchi edim. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Yana bu bir tomondan ham obraz, timsol deyish mumkin, boshqa tomondan bashorat ham edi. Mana payg'ambarlar bashorat qilgan-ku, kelajakda sodir bo'ladigan hodisalar haqida bashorat qilganda ham payg'ambarlar ham obrazlarni ishlatgan. Misol uchun har xil ko'rinishlar bilan bashorat qilgan. Xuddi shunga o'xshab mana shu hodisa ham, o'sha Fisq qurbonligini so'yish, mana shu bayram bilan bog'liq hamma narsa, misol uchun u yerda shu bayramni Xudo joriy qilganda tayinlaganki, bir hafta xamir turishsiz non yeyish kerak bo'lgan Isroil xalqi. O'sha Fisq qurbonligi so'yiladigan kun, o'sha bayramgacha, o'sha bayramga tayyorgarlik sifatida ular umuman xamir turish ishlatilgan hech narsa yemagan ham va uyida ham qoldirmagan. Hammasini uylarini supurib, ular xamir turish bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani chiqarib tashlashgan. Mana bu ham o'zini ma'nosiga ega-da. Aytmoqchimanki, o'sha Fisq qurbonligini so'yilishi, Isroil xalqini Misr qulligidan ozod bo'lishi, bu kelajakda Iso Masih orqali insoniyatni, Iso Masihga ishongan odamlarni gunoh qulligidan qutulishi haqida bashorat ham bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Qanaqa chuqur ma'noga ega bu bayram aslida. Shuning uchun hozir mana endi o'sha biz o'qigan parchaga e'tiborlaringni qarataman. Demak, 7-oyatda o'sha xamir turishsiz non yeyiladigan va Fisq qurbonligi so'yiladigan kun haqida aytyapti-da. Keldi, o'sha kun keldi, qarang. Demak, o'sha oldindan bashorat sifatida ko'rsatilgan, bu haqda ko'p payg'ambarlar bashorat qilgan bir Masih kelishi haqida, u odamlarning gunohi uchun nafaqat Isroil xalqi, balki
butun insoniyatni gunohi uchun qurbon bo'lishi haqida bashorat qilingan. Bu kunni Masih kelishini Isroil xalqi ham intizor bo'lib kutgan. Endi bu yerda mana biz o'qiyapmiz, qarang, Luqoning xushxabari 22-bob 7-oyatda mana shu haqda aytilyapti. Xamirturishsiz non yeyiladigan va qurbonlik qo'zi so'yiladigan Fisq bayramining qutlug' kuni keldi. O'sha kun keldi. Xudo tayinlagan kun keldi. Demak, mana shu kun keldi. Endi Iso Masihning o'zi mana shu kunda shogirdlari bilan oxirgi Fisq taomini yeyish arafasida. Va qarang, 8-oyatda Iso Masih Butrus bilan Yuhannoni yuborib aytayaptiki, o'sha Fisq bayrami taomini yeyishimiz uchun tayyorgarlik ko'ringlar. Demak, bu bayramga maxsus tayyorgarlik kerak edi. Demak, bu yerda yozilmagan, lekin o'sha qo'zini tanlash kerak edi. U qo'zi 1 yillik bo'lishi kerak va benuqson bo'lishi kerak, uni so'yish kerak. Keyin o'ziga yarasha buni hammasi haqida ko'rsatmalar borda, qanday yeyilishi haqida ham, lekin keyinchalik biz mana bu parchada o'qiganimizda ular go'sht yegani ko'rsatilmagan. Hozir mana bu joyga ham kelamiz. Lekin aytmoqchimanki, maxsus tayyorgarlik ular ko'rish kerak edi. Shuning uchun ularni yuborib aytganki, 10-oyatda shu bir odam sizlarga yo'liqadi, uni ortidan borasizlar, u kirgan uyga kirib, uyni xo'jayiniga aytasizlar. Ustoz shu Fisq taomini yeyish uchun bizga sen tayyorlagan uyni ko'rsatgin. Ya'ni qarang, Rabbimiz Iso u hamma narsani ko'ra olgan, hamma narsani oldindan bilgan. Endi bu yerda yozilmagan o'sha uyni egasi bilan oldindan Iso Masih gaplashganmi, u unga oldindan rozi bo'lgan, uyini berishga, uyini tayyorlab o'sha bemalol bular o'tkazishi uchun bu haqda yozilmagan, lekin ko'rishimiz mumkinki, o'sha ko'zada suv ko'tarib ketayotgan odam uchrashi haqida Iso Masih bu yerda aytayapti. Keyin ular borib tayyorlagandan keyin hammasini, demak, o'sha kuni shogirdlari bilan birga ular mana shu joyga, boloxonaga kelib, ular joy oldi, mana shu joyda o'tirishdi. Mana shu endi o'sha ziyofat vaqtini bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, kuzatishimiz mumkin. 14-oyatga qarasalaring, bu yerda yozilgan, ziyofat vaqti yetgach, Iso 12 havoriy bilan birga dasturxon atrofida joy oldi va ularga dedi, 16-oyat, men azob chekmasimdan avval bu Fisq taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgan edim. Birinchi Iso Masih aytayotgan so'z juda xohladim degan. Orzu qildim deb eski tarjimada shunday tarjima qilingan ekan. Aslida qanday aytish mumkin? Juda ham ishtiyoqmand edim. Mana o'zbekchaga tarjima qilaman desam shu so'z kelyapti. Ishtiyoqmand, juda ham xohlash, mana shuni. Nima uchun Iso aynan 12 shogirdi bilan mana shu Fisq taomini yeyishni juda ham xohlagan. Bu kutgan o'sha kunni va ana o'sha kun keldi. Bilasizlarmi, bugun men bu haqda o'ylaganimda shuni tushundimki, Iso Masih aslida u qurbonlik qo'zisi bo'lib, xochda qurbon bo'lish kerak. Endi o'sha ramz sifatida ko'rsatilgan narsa amalga oshadi va bu amalga oshishi orqali Xudo ulug'lanishi haqida Iso Masih aytadi. Agar Yuhannon xushxabari 14-bob oxirgi oyat 31-oyatga qarasak, u yerda o'sha uni hibsga olishlaridan oldin shogirdlari bilan o'sha Getsemaniya bog'idagi holat yozilgan. U yerda Iso Masih aytadiki, mana bu dunyoni hokimi kelyapti, lekin u menga hokim emas. Ya'ni uni biron bir qismi yo'q menda, ya'ni meni joy yo'q meni hayotimda unga degan ma'noda aytganda, lekin hamma bilsinki, dunyo bilsinki degan, men otamni sevaman. Turinglar, bu yerdan ketaylik. Ya'ni mana shu oxirgi so'zlari shogirdlariga aytayotgan, demak, hech qanaqangi
iblisni hokimligi yo'q inson ustida. Lekin dunyo bilsinki deyapti, men otamni sevaman. Ya'ni otani sevgani uchun u hojga boryapti. Tushunyapsizmi? O'z ixtiyori bilan. Birinchi narsa, demak, mana shu Isoni so'zlaridan biz nimani tushunishimiz kerak? Men juda xohladim deyapti mana shu vaqtni. Demak, mana shu hozir shogirdlari bilan fisq taomini yeyish, mana shu bayramda qatnashish, buni o'tkazish Iso Masih uchun o'sha hojga borish uchun oxirgi tayyorgarlik. Bunday tayyorgarlik ibodat edi. Biz eslasak, u Getsemaniya bog'ida ibodat qilganda terlari qon bo'lib tushgani yoziladi. Va u o'zi shogirdlarini o'zi bilan ikkitasini, uchtasini olib borib, men bilan birga ibodat qilinglar dedi. Go'yoki Masih u shogirdlarining ibodatiga muhtoj. Uni o'zini insoniy tabiati haqida bu yerda tushunishimiz mumkin-da, ojizligini u ko'rsatyapti. U bir tomondan Xudo bo'la turib, Xudoning tabiatiga ega bo'la turib, u hamma narsaga qodir. Lekin boshqa tomondan bir vaqt o'zida ham inson bo'lgani uchun u o'zini ojizligini ham ko'rsatganda inson sifatida. Va mana shu ham tayyorgarlik bo'lgan. Shu joyda aytadiki, ota, agar mumkin bo'lsa, shu kosa meni chetlab o'tsin. Bu kosa deganda faqat odamlar nima deydi, uni qiynagani, unga azob berishgani, hojga miqlab, uni o'ldirib, mana jismoniy og'riqlargina nazarda tutilmaganda, ko'p odamlar bundan-da og'ir qatl shu azoblariga chidagan odamlar bor, qiynoqlarga. Lekin bu yerda Iso Masih kosa deganda nimani nazarda tutyapti? Bu Xudoni g'azabini bildirganda, agar eski ahdni o'qisalaring, Xudoni g'azab kosasi haqida ko'p yozilgan. Unda sharob qaynaydi deb aytadi. Demak, bu sharob o'sha fosiqlarga, ya'ni Xudoga itoatsiz bo'lgan, Xudoga dushman bo'lgan insonlarga Xudo ichkizishini aytgan. Xudoga qarshi bo'lgan odamlarga. Endi bu yerda qarang, Getsemaniya bog'ida Iso Masih ibodat qilib turib aytayaptiki, ey ota, qani edi mana shu kosa meni chetlab o'tsa edi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu kosa nimani bildirgan? Xudoni g'azabini yog'ilishini bildirgan. Gunohkor odamlarni hayotiga keladigan Xudoni g'azabi bu dahshatli. Tasavvur qiling, qanaqangi mana bitta tsunami bo'ladigan bo'lsa yoki kuchli shunaqangi bir zilzila bo'ladigan bo'lsa, hech kim dosh bera olmaydi bunga. Lekin Xudoni g'azabi bundan-da dahshatli. Shuning uchun mana shu butun g'azab Iso Masihni boshiga tushishi kerak. Ya'ni bu g'azabni u bir o'ziga olish kerak. Shuning uchun ham u shunday ibodat qilgan va ibodatida, lekin meni emas, seni irodang bo'lsin deb aytadi. 3 marta ibodat qilgandan keyin qarang, u juda ham qiynalgan, ojizlik, zaiflik bilan zaifligini insoniy tomondan his qilib ibodat qilgan, lekin oxirida u o'rnidan turib qarang. Demak, uni xohishi, uni irodasi Iso Masihni otaning xohishi bilan, irodasi bilan uyg'un bo'ldi. U o'zini xohishidan, irodasidan voz kechib, to'liq otaning irodasini qabul qildi. Ya'ni otaning xohishi bilan uni xohishi uyg'un bo'ldi, bir bo'ldi. Shundan keyin u turib mana shu Yuhannoning xabari 14-bob 31-oyatda biz ko'rishimiz mumkin. Mana shu ibodatdan keyingi aytayotgan so'zlarida mana o'sha vaqt keldi, mana bu dunyoning hokimi kelyapti. Aslida iblis kelmagan. Demak, yovuzlik, ruhiy olamda iblis kelyapti, lekin odamlar kelyapti uni hibsga olgani. Uni o'ldirish uchun, uni yuziga tupurish uchun, uni kamsitish uchun, uni qiynash uchun, oxir oqibatda uni o'ldirish uchun odamlar kelyapti. Mirshablar, oliy ruhoniylar va boshqalar. Va mana shu joyda aytayaptiki, mana bu dunyoning hokimi kelyapti, lekin u menga hokim emas. Lekin dunyo bilsinki, men otamni sevaman.
Demak, aytmoqchimanki, mana shu joyda hozir biz o'qigan parchada Iso Masih aytayotgani, men juda ham xohladim mana shu fisq taomini sizlar bilan yeyish. Demak, birinchi qadam o'sha xochga borishga tayyorgarlik mana shu joyda boshlangan Iso Masihda. Demak, u juda xohladi otani irodasini ado etish. Butun hayotini u shunga baxshida qildi, otani irodasini bajarishga. Mana endi o'sha vaqt keldi. Bir tomondan bu, ikkinchi tomondan nima uchun shunaqa xohladim deyapti va bu amalga oshgach, ya'ni Iso Masih odamlarning gunohi uchun azob uqubat chekib, rad etilib, xochda qurbon bo'lib, muqaddas qonun to'kib o'lgandan keyin va keyin u tiriladi. Tirilgandan keyin qanchadan qancha odamlar najotga erishadi. Keyin shundan keyin hamma xalqlarga najot keladi, xushxabar yetkaziladi. Va mana shu shogirdlari ham ular Xudoni to'liq inoyatidan ular bahramand bo'ladi. Ular kuchga to'ladi muqaddas ruhni qabul qilgandan keyin. Ular kuchli Xudoni odamlariga aylanadi. Demak, Iso Masih shuni xohlayapti. Mana shu bayramda ishtirok etayotgan paytda ham u mana shu narsani tushunyapti. Mana shu kelajakka qarayapti demoqchiman. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso bu yerda shunday deb aytganda, juda xohladim sizlar bilan birga yeyishni, shu taomni. Keyin 16-oyatda aytadi davom etib, sizlarga aytib qo'yay, bu taom Xudo shohligida to'la ma'nosini topmaguncha men uni boshqa yemayman. Demak, endi mana shu so'zlarni biz qanday tushunishimiz kerak? Endi mana bu ramz edi, bu faqat belgi edi. Mana shu ular hozir yeyishi kerak bo'lgan fisq taomi va mana shu marosim endi bu amalga oshmaguncha men boshqa bundan yemayman. Demak, u o'lib tirilgandan keyin muqaddas ruh keladi shogirdlarga, Iso Masihga ishonganlarga. Shundan keyin bu mana shu ramz, mana shu timsol to'liq amalga oshadi. Bu orqali Xudoni kirib keladi odamlarning hayotiga. Mana shundan keyin deyapti, u yana shu bayramda shu taomdan yeyman deb aytgan. Tushunyapsizlarmi? Demak, mana shu oxirgi fisq taomi Masih uchun ham haqiqiy bayram sifatida ham mana shu oxirgi fisq bayrami. Bundan keyin u o'zini ma'nosini, kuchini yo'qotdi. Endi faqat mana Yangi ahdda biz o'qiymiz. Vahiy kitobi 3-bob 20-oyatga qarasangiz, u yerda aytganki, jamoat haqida aytadi. Mana men eshik oldida turib taqillatyapman deydi. Kim eshikni ochsa, men uni huzuriga kiraman va u bilan birga kechki ovqatni baham ko'raman degan. Mana shu joyda bu вечерять с ним degan. Вечеря degani bu kechlik. Qutlug' kechlikda вечеря degan aynan shu joyda shu so'z ishlatilganda, ya'ni u bilan birman. U bilan, demak, o'sha odam Isoni yuragini Isoga ochgan odamgina bahramand bo'ladi. O'sha Xudo bilan birga bo'lishdan, Xudoni huzuridan bahramand bo'ladi. Demak, Xudo bilan birga bo'ladi, tushunyapsizmi? Va boshqa joylarda ham biz ko'rishimiz mumkin. O'sha Yangi ahdda demak, keyinchalik mana shogirdlar ham Havoriylar kitobiga qarasak, 2-bob, menimcha 40-oyat bo'lish kerak. Ular har kuni Havoriylar ta'limotiga berilgan non sindirish, xursandchilik bilan va muloqot, ya'ni munosabatga berilgan deyilgan. Mana shu joyda ham 40-oyatga qarasalar, shu yerda ham ular non sindirib, mana bu yerda ham keyinchalik Iso non sindirganini o'qiymizda. Non sindirish endi mana shu qutlug' kechlik buni anglatgan. Bu endi amalga oshdi. Demak, o'sha yahudiylar uchun bu Misrdan qutulish, qullikdan ozod bo'lishni bildirgan faqat fisq. Va ularni endi
o'sha kuni Xudoning hukmi kelganda Misrga ular o'sha qo'zini qoni tufayli qutulib qolgani, ya'ni xavfsiz bo'lgani. Demak, shundan keyin ularning hayoti o'zgardi. Ular yangi hayotga ega bo'ldi. Shuni bildirgan yahudiylar. Ya'ni ular qullikdan qutuldi. Ularga Xudo bir joyni tayyorladi. Ular endi shu joyga borib, bir xalq sifatida yashagan. Demak, ularning hayoti o'zgargan. Ular uchun faqat mana shu ma'noga ega bo'lgan bo'lsa, endi Iso Masihga iymon keltirganlar uchun demak bu fisq qurbonligi, mana Iso Masihning o'limi, uni tirilishi, chunki ko'p mana masihiylar Isoni tirilishi deb bayram qiladi bu bayramni, fisq bayramini. Shuning uchun ham bir-biriga Iso tirildi desa, haqiqatan ham tirildi deb javob berish kerak. Lekin mana qarang qanchalik bu chuqur ma'noga ega. Endi Iso Masih shu kechlikni joriy qilganda o'sha eski fisq bayramini kuchdan qoldirdi. Ya'ni endi u o'zini vazifasini o'tab bo'ldi o'sha bayram. Demak, o'sha kungacha haqiqiy fisq qurbonligi keltirilgunga qadar bu ahamiyatga ega edi bu bayram. Tushunyapsizlarmi? Demak, agar davom etadigan bo'lsak, keyin Isoni 16-oyatdan keyin aytadiki, mana keyin kosani oladi. Keyin Iso kosani olib shukrona duosini aytib dedi: "Buni olinglar, o'zaro bo'lishinglar. Sizlarga aytib qo'yay, Xudoning shohligi amalga oshmaguncha men o'zim ichkiligini boshqa ichmayman." Demak, bu oyatni ham biz tushunishimiz juda muhim, chunki o'sha fisq kechligida, ya'ni fisq bayrami vaqtida bir nechta kosa bo'lgan. Birinchi kosa haqida bu yerda so'z ketyapti. Birinchi kosani olib u shukrona duosini aytdi 17-oyatda. U lekin yangi ahdni bildiradigan kosa emasdi. Keyinchalik u kosani ko'rishimiz mumkin keyin oxirgi oyatlarda. Demak, bu shukrona duosi, minnatdorchilik aytdi. Demak, shu kosa demak nimani bildirgan bu? O'sha Misrda Isroil xalqi o'sha qullikdan ozod bo'ladigan kechada so'yilgan qurbonlik qo'zisini qonini anglatgan. Demak, o'sha uchun minnatdorchilik aytyapti. O'shanda ota-bobolarimiz Misrda ular to'ng'ichlari o'lmay qoldi. Ya'ni bizga kelajak berdi Xudo. Demak, o'shaning uchun Xudoga shukrona aytgan ular. Ham bir tomondan ular to'ng'ichlari tirik qolgani, ularga Xudo kelajak bergani va ikkinchidan endi ular qullikdan qutulishi, ozod bo'lishi. Bu uchun ular o'sha birinchi kosani ko'targanda shukrona duosini aytishgan. Demak, ota-bobolar Ibrohimning, Ishoqning, Yoqubning Xudosiga ular shukrona aytib bu kosani ichishgan. Mana endi Iso Masih qarang, bu yerda ham aytayaptiki, endi Xudoning shohligida bu amalga oshmaguncha men bu kosadan boshqa ichmayman. Bo'ldi, endi Iso Masih boshqa ichmayman dedimi? Demak, buni ma'nosi bu ham endi o'zini vazifasini bajarib bo'ldi. Endi bu kosadan ichish kerak emas. Xudoning shohligida amalga oshmaguncha degani, demak, u o'lib tirilgandan keyin. Endi biz har safar mana jamoatda ko'plar bir oyda bir marta qutlug' kecha o'tkazadi. O'sha kechlikda biz ham minnatdorchilik bilan o'sha kosani olamiz. Yoki non sindirilganda ham biz minnatdorchilik bildiramiz. Nima uchun? Biz ham endi Isoning qoni tufayli xavfsiz bo'lganimiz uchun. Endi Xudoning hukmi qachon kelishidan qat'iy nazar bizni chetlab o'tadi. Endi bizni o'rnimizga o'sha qurbonlik qo'zisini qoni to'kilgan bizni gunohimiz uchun. Shuning uchun biz har safar qatnashganimizda bu uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Mana bundan keyin davom etib aytadi. 18-oyatda sizlarga aytib qo'yay, Xudoning shohligi amalga oshmaguncha men o'zim ichkiligini boshqa ichmayman. Demak, mana shu endi amalga oshgandan keyin Iso Masih xursandchilik, o'zim ichkiligi xursandchilikning ham belgisi bo'lganda, ichki bir quvonchni bildirgan, xursandchilikni bildirgan. Demak, endi mana
Rabbimiz Iso o'zini farzandlari bilan birga bo'ladi. Har safar biz kechlik o'tkazganimizda yoki birga yig'ilganimizda, birga uni ulug'lab, unga sajda qilgan paytimizda u biz bilan birga bo'ladi. U quvonadi. Tushunyapsizmi? O'sha kosani ichish demak yahudiylar uchun bu xursandchilik bo'lgan. Demak, Xudoga shukr, bizni chetlab o'tdi o'sha jazo. Bizni to'ng'ichlarimiz o'lmay qoldi. Biz qutuldik, qullikdan ozod bo'ldik. Bizda endi kelajak bor, umid bor. Tushunyapsizmi? Xuddi shu ma'noda endi Rabbimiz Iso bundan men Xudoning shohligida bu amalga oshmaguncha deyapti. Mana endi har safar biz kechlik o'tkazganimizda Rabbimiz Iso biz bilan xursand, har birimizdan xursand. Qutulganimizdan, biz najot topganimizdan Xudo xursand. Shunday tushunishimiz mumkin-da buni, bu oyatni. Keyin mana 19-oyatda o'sha fisq qurbonligini, go'shtini yeyish kerak aslida bu bayramda, lekin bu yerda qarang, 19-oyatda Iso aytadiki, so'ngra nonni oldi, shukrona duosini aytib, sindirdi va shogirdlariga berib, bu sizlar uchun fido bo'layotgan mening tanamdir. Meni eslab turish uchun shunday qilinglar dedi. Demak, sindirilayotgan deb aytilgan. Nonni olib, sindirib shogirdlariga beryapti-da, mana bu sizlar uchun sindirilayotgan meni tanamdir. Demak, bu o'sha fisq qurbonligini so'yilgani, o'sha uni tanasini pishirilgani, o'sha paytda yahudiylar buni yeyishi bu bilan o'zgartirilyapti-da, ya'ni bunga almashyapti. Endi har safar biz o'sha nonni sindirganimizda, o'zaro o'sha nondan yeganimizda biz bilishimiz kerakki, allaqachon endi amalga oshdi. O'sha ramz bo'lgan narsa Iso Masihning hayotida amalga oshdi. Iso Masih kelib buni amalga oshirdi. U qurbonlik qo'zisi sifatida o'zini tanasini sindirilishga berdi. Endi uni tanasi sindirildi, ya'ni u xochga miqlandi. Endi biz mana shu Rabbimizni o'limi bizni gunohlarimiz uchun, uni tirilishi, bu haqiqatdan biz oziqlanishimiz kerak. Bu haqiqat bizni ongimizni, yuragimizni quvvatlash kerak. Tushunyapsizmi? Mana shunga biz muhtojmiz. Biz doim eslashimiz, ya'ni u biz uchun o'lgan. U biz uchun jonini fido qildi, ya'ni tanasini sindirilishga berdi. Mana Yuhannoning xushxabari ham 1-bobda 29-oyatda Yahyo aytgan so'zlari bor. Ertasi kuni Yahyo Isoning yaqinlashib kelayotganini ko'rib shunday dedi: "Ana Xudoning qo'zisi, u dunyoni gunohdan poklaydi." Gunohdan poklaydi degan, lekin aslida dunyoni gunohini o'zini gardaniga olayotgan Xudoning qurbonlik qo'zisi deb aytgan. Mana o'sha fisq qurbonligi, mana o'sha hammamizni gunohimiz uchun, biz qutulishimiz uchun qurbon bo'ladigan o'sha qo'zi, mana asli shu deb aytmoqchi. Tushunyapsizlarmi? Va 6-bobda ham, Yuhanna 6-bobda yahudiylar, o'sha Isoning shogirdlari ham, unga 12 ta shogirdidan boshqa shogirdlari ham Isoning so'zlarini qabul qilishga qiynalganda, chunki Iso aytganki, mani tanam haqiqiy ozuqa, mani qonim haqiqiy ichimlik deb aytgan. Bu 51-oyatdan boshlab aytishni boshlagan Iso Masih bu haqida. Mana mani tanam deyapti, bu haqiqiy ozuqa. Mani qonim bu haqiqiy ichimlik. Kim mani tanamni yesa, kim mani qonimdan ichsa, u hayotga ega bo'ladi degan. Takror aytgan, keyin ko'plar ketib qoldi undan. Kim eshitishi mumkin bunaqa qattiq so'zlar dedi. Demak, Iso Masih nima aytmoqchi edi shu joyda? Demak, odamning joniga, odamning qalbiga ozuqa kerak. Biz odamning qalbi, joni Xudosiz qiynaladi, gunoh tufayli. Lekin o'sha Iso Masihga ishonganda, ya'ni uni o'limiga ishonganda,
uni qoni to'kilganiga ishonganda mana shu haqiqat, bu haqdagi ta'limotdan oziqa olsa u, shunda quvvatga kiradi, shunda u o'ziga keladi, o'zini qadr qimmatini topadi. Ya'ni Xudo uni qutqarganida, Xudo uni yaxshi ko'rgani, Xudo uni kechirgani, endi unga kelajak, umid Xudo beryapti. Unga yangi hayot Xudo beryapti. Tushunyapsizmi? Mana shu ta'limot Iso Masihning o'limi va tirilgani haqida gunohimiz uchun ozuqa bo'ladi-da. Shuning uchun ozuqa deganda aynan Iso Masih shuni nazarda tutib aytgan bu odamlarga-da. Bu odamlar bilish kerak edi, ular o'sha kechada o'sha olovda pishirilgan qo'zini go'shtini yeb kuchga to'lgan ular. O'sha sharobdan ichib keyin Misrdan chiqib ketgan ular ko'p yo'l yurish kerak edi. Qizil dengizgacha borish uchun. O'shaning uchun ular mana shu o'tga pishirilgan go'shtni to'yib yegan. Chunki qolmasligi kerak edi. Hamma go'shtni to'yguncha yeb, agar yeyolmasa oila yoqib tashlash kerak edi qolgan go'shtni. Demak, ular go'shtdan oziqlanib, quvvatga, kuchga to'lib, keyin chiqib ketish kerak edi o'sha qullikdan. O'sha ular butun hayoti davomida qiynalgan joydan chiqib ketish kerak edi. Xuddi shunga o'xshab biz ham xushxabarni eshitganimizda Iso Masih biz uchun o'lgani, u biz uchun azob chekkani, uni muqaddas qoni hosha to'kilgani, bu haqidagi ta'limotni eshitganimizda, bu haqiqatlarni eshitganimizda bizga ham, bizni jonimizga ham quvvat kirish kerak, ishonsak, uni qabul qilsak, quvvatga to'lib biz ham gunoh qulligidan chiqib ketamiz. Mana shu dunyoni tark etishimiz kerak, qorong'u dunyoni. Chunki bu dunyoda umid yo'q. Isroil xalqi uchun Misrda umid yo'q edi. Ular qul bo'lib tug'ilgan, qul bo'lib yashagan, qul bo'lib o'lgan. Tasavvur qiling, hech qanaqangi umid yo'q. Biz ham shu dunyoda shunaqa holatda edik. Hamma ota-bobolarimiz ham gunohkor bo'lib tug'ilgan, gunohkor bo'lib yashagan, gunohkor bo'lib o'lgan. Bu dahshatli qismat. Lekin endi biz xushxabar eshitdik Iso Masih haqida. U mana Yahyo aytayapti, mana dunyoni gunohini o'zini gardaniga olayotgan Xudoning qurbonlik qo'zisi. Bu haqiqat, bu ta'limot, bu xushxabar endi bizga kuch bag'ishlaydi. Va biz bundan oziqlanishimiz kerak. Shunda hayotga ega bo'lasizlar, deyapti Iso. Qarang, shunda sizlar kuchga to'lasiz. Agar ishonsangiz, bu haqiqatni qabul qilsangiz, buni hazm qilsangiz, buni yuragingizga, ongingizga kiritsangiz, shunda siz Xudoning kuchidan bahramand bo'lasiz. Bu ajoyib haqiqatlar, azizlar. Demak, 19-oyatda shunday deb aytdi: bu sizlar uchun fido bo'layotgan mening tanamdir. Meni eslab turish uchun shunday qilinglar dedi. Demak, har safar biz o'sha qutlug' kechlikda qatnashganimizda biz doim eslashimiz kerak. Iso biz uchun nima qildi? Mana shu haqiqat bizni ruhlantiradi. Mana shu haqiqatdan biz kuch olishimiz kerak. Biz har safar shu qatnashganimizda, ishtirok etganimizda biz buni qanchalik ahamiyatga ega ekanligini o'ylashimiz kerak. Isoni o'limi, Isoni tirilishi, uni to'kkan qoni hoshdagi qanaqangi ma'noga ega, qanaqangi ahamiyatga ega, Xudoning nazarida qanaqangi qadr qimmatga ega bu qurbonlik. Birinchi Butrusning maktubida ham Butrus aytadi 18-19-oyatlarda, sizlar ota-bobolaringni bema'ni turmush tarzidan o'tkinchi oltin, kumushga o'xshagan narsalar evaziga qutulmagansizlar. Qo'zi qoniga o'xshash beg'ubor Masihning qoni evaziga qutulgansizlar. Qarang, Masihning qonini qanday tasvirlagan. Demak, Xudoning nazarida Iso Masihning hoshdagi o'limi, uni hoshda to'kkan muqaddas qoni juda ham katta ahamiyatga ega. Demak, Xudoning talabi, Xudoning qonunini talabi, ya'ni haqqoniyat qondirildi. Demak, Xudo bundan rozi bo'ldi. Endi Xudo gunohni kechirishga tayyor. Isoga ishongan odamni gunohini kechirishga Xudo tayyor. Shuning uchun azizlar, Iso Masih bu yerda
shogirdlariga bu haqda aytyapti. Ular o'sha paytda o'zida buni chuqur tushunmagan bo'lsalar ham keyinchalik ular bu haqiqatlarni anglab yetgan. Demak, 20-oxirgi oyat ovqatlanib bo'lishgach Iso yana bir bor kosani olib shunday dedi: bu kosa Xudo odamzod ila tuzgan yangi ahdni bildiradi. Bu ahd mening sizlar uchun to'kayotgan qonim evaziga kuchga kiradi. Amin. Xudoga shukr. Demak, mana shu kosa yana oxirgi kosani olyapti Iso Masih. Bu o'sha Isoni hoshda to'kadigan qonini bildiradigan timsol. Endi Xudo insoniyat bilan tuzayotgan yangi ahd mana shu qon bilan kuchga kiradi. Yangi ahd, yangi munosabat. Yangi ahd demak hammasi yangi bo'lishi. Endi bo'ldi, biz qonunda o'zimizni kuchimiz bilan bajarishimiz kerak emas. Odamlar o'zini xatti-harakati bilan qonunni bajara olmadi. Endi biz uchun Iso Masih bajardi. U biz uchun 33 yil yer yuzida yashagan bo'lsa, u 100% Xudoni talabini bajo keltirdi. Demak, u solih hayot kechirdi. Ya'ni Xudoni qonuni talab qilgan o'sha hammasini u bajardi. Endi mana shu Isoni solihligi bizga berildi sovg'a sifatida. Pavlus ham bu haqda Rimliklarga maktubda chuqur gapiradi. U aniq gapiradi. Mana bu bizga tortiq qilingan hadya deb aytadi. Isoni solihligi. Bir tomondan bizning gunohimiz Isoga o'tkazildi. Boshqa tomondan uni solihligi bizga berildi. Shuning uchun mana shu qon orqali bu yangi ahd kuchga kiradi. Demak, shundan keyin endi Xudoning munosabati butunlay tubdan o'zgardi. Isoga ishongan odamlar bilan Xudo ularga Isoni solihligi orqali qaraydi. Siz bilan menga qaraganda, biz bilan munosabat qilganda Xudo bizga qaraganda, demak, biz go'yoki hech qachon yomonlik qilmagan yaxshi insonlarmiz. Ya'ni Xudoni ko'zi o'ngida biz shunaqa odamlarmiz. Aslida biz shunaqa odamlar emasmiz. Biz shunga intilayotgan odamlarmiz. Solihlikka. Tozalanayotgan, o'zgarayotgan odamlarmiz. Lekin Isoni keltirgan qurbonligini evaziga biz bunga ega bo'ldik. Mana shu yangi ahdni bildiradi. Demak, Iso Masih o'sha kechlikda aytayotgan so'zlari ham men juda xohladim degani, u juda xohladi biz endi Xudo bilan shunaqangi yangi munosabatga ega bo'laylik. Endi oramizda to'siq bo'lmasin. Tushunyapsizlarmi? Endi Xudo o'zi yaratgan inson bilan birga bo'la oladi. Endi gunoh o'zini kuchini yo'qotdi. Qaysi ma'noda? Endi o'sha qon evaziga gunoh kechirilyapti. Biz Isoga kelganimizdan keyin ham biz gunoh qilamiz, lekin gunohdan qiynalamiz. Gunohimizni tan olamiz Xudoga kelib. Xudo bizni yana kechirib, yana biz bilan birga bo'ladi. Endi Xudo bizni tashlab ketmaydi, tushunyapsizmi? Tashlab ketmaydi. Nima uchun? Chunki bo'ldi endi o'sha gunoh kechirildi, o'sha qon to'kildi qochdi. Demak, bir umrga Xudo bizni qabul qildi, bir umrga kechirib yubordi. Unutdi Xudo hammasini. Chunki Yeremiyaning kitobida ham bu haqda yozilgan. Demak, ularni gunohlarini boshqa yodga olmayman. Tushunyapsizmi? Yana bir joyda aytadiki, osmon yerdan qanchalik yiroq bo'lsa, janub g'arbdan qanchalik yiroq bo'lsa, u shunchalar bizni yoziqlarimiz bizdan uzoqlashtirdi. Xudoga shukr, biz mana shunday ajoyib bayram kunlarini nishonlaydigan kunlar hozir. Arafa deydi-yu, mana Fisq haftaligi. Demak, biz shuni tushunishimiz kerakki, Fisq bayrami endi biz uchun to'la ahamiyatga ega bo'ldi. Endi biz qanchalik baxtli odamlarmiz. Biz endi eski ahd davrida faqat ramz sifatida, faqat timsol sifatida, faqat bashorat sifatida nishonlayotganimiz yo'q biz bu bayramda. Endi bu yerda Isoni tirilishi ham bor. Mana aytdim-ku, masihiylar asosan diqqat e'tiborini tirilishga qaratadi. Lekin tirilishdan oldin o'lim sodir bo'ldi. Iso Masihning o'limi
haqida gapirmasdan biz uni tirilishi haqida ayta olmaymiz. Uni tirilishi yangi hayotdan keladi. Nafaqat yangi munosabat, balki o'sha yangi munosabatda biz Xudo bilan yashashimiz uchun bizga yangi hayot ham berildi. Kolossaliklarga maktub 2-bob 12-oyatda shunday yozilganda, demak biz suvga cho'mganimizda Iso bilan o'lgandik va suvdan chiqqanimizda u bilan tirildik. Ya'ni savaskresli degan so'z ishlatilganda rus tilida. Ya'ni u tirilganda biz ham u bilan tirilgandik. Ya'ni bo'ldi, endi o'sha biz suvga cho'mganimiz bu o'limni bildiradi. Biz o'ldik gunoh uchun, bu dunyo uchun. Eski hayotimizni qoldirdik suvda. Suvdan chiqqanimizda biz Iso bilan birga tirilgandek bo'ldik. Ya'ni Xudo bizga yangi hayot berdi. Yangi hayotda yashash uchun bizga Xudo endi inoyat beryapti. Endi yangi hayot bizga quvonch, tinchlik, xotirjamlik olib kelyapti. Yangi hayot bizni hayotimizni, qalbimizni qondiryapti. Ya'ni biz shundan ko'nglimiz to'lyapti yangi hayotda. Endi Xudo bilan birga bo'lish biz uchun hamma narsadan afzal ekanligini tushunyapmiz. Endi biz moddiy narsa uchun, o'tkinchi hayot uchun yashamaymiz demoqchimiz. Endi Xudo uchun yashaymiz. Yangi hayotda yashaymiz. Biz endi bilamiz bizni nima kutyapti. O'sha Rabbimiz Isoning shohligi to'liq joriy bo'lgunga qadar biz mana shu bayramni nishonlaymiz. Shuning uchun Korinliklarga 1-Korinliklarga maktub 11-bobda ham Paulus aytadiki, men maxsus Rabbimdan bu ko'rsatmani olganman deb aytib, qutlug' kechlik haqida ko'p mana shu parcha o'zi o'qiladi. U yerda aytgan so'zi borda shunaqangi. Demak, o'sha xoinona tutib berilgan kecha haqida yoziladi. Iso Masih tutib berilgan kecha. Keyin aytadiki, siz har safar shu nondan yeganingizda, shu kosadan ichganingizda Rabbimiz qaytib kelgunga qadar uni o'limini e'lon etgan bo'lasizlar. Demak, yana kechlikda mana shu fisqni biz uchun ma'nosi shuki, biz har safar eslaymizda, u biz uchun o'lgan. U gunohlarimiz uchun qurbon bo'lgan. Uni qoni to'kilgan. Har doim bu haqiqatni eslash, buni e'lon qilish, bilasizmi? Bu bizni umidimizni bildiradi. Biz shu umid bilan yashayapmiz. Rabbimiz Iso kelgunga qadar biz buni qilamiz. U bir kuni qaytib keladi. U qaytib kelganda bo'ldi, shu bilan keyin Xudoning shohligi to'liq joriy qilinadi. O'sha 1000 yillik shohlik, Masihning shohligi davri boshlanadi. Va oxirida biz to'liq Xudoning shohligida bu amalga oshgandan keyin bizda hech qanaqangi gunoh qilish imkoniyati ham bo'lmaydi. Umuman yovuzlik, gunoh yo'q qilinadi. Tushunyapsizmi? Shunaqa kelajak Xudo biz uchun tayyorladi. Mana shu kelajakni bizga berish uchun shunaqangi katta to'lov to'landi. Mana bugun biz esladik, Rabbimiz Iso qanday ibodat qildi. Uni terlari qon bo'lib oqdi. U shunaqangi og'ir sinov oldida kurashdi va mana shu pisiq taomini yeyish payti ham u uchun tayyorgarlik vazifasini o'tadi. Keyinchalik ibodat qildi. Keyinchalik o'rnidan turib, mana ketdik. Hamma bilsin, dunyo bilsin, men otani sevaman dedi. Birinchidan, otani sevgani uchun u Xochga bordi. Ikkinchidan, bizni yaxshi ko'rgani uchun, bizni qutqarilishimiz uchun u Xochga bordi. Bugun Rabbimiz Isoni ulug'laylik, bugun unga sajda qilaylik. Bugun biz mana shu bayramda ahamiyatini tushunib, ma'nosini tushunib, biz unga hayotimizni taqdim qilaylik. Qalbimizni unga beraylik. Uni ulug'lab yashaylik. Har birimizni Xudo marhamatlasin. Amin.